Assalomu alaykum, barchangizga xayrli tong, xayrli kun va xayrli tun. Bugun darsimizni o'zgacharoq boshlaymiz. Ya'ni sizlarga yanada manfaatliroq bo'ladi degan umiddaman. Sizlarni bitta sayt bilan tanishtirib chiqaman. Va u saytda bizning darslarimizsiz ham sizlar o'zingizlar o'qib o'rganishingiz mumkin. Ushbu sayt sizlarga darsliklar bo'limida qo'llanmalar berilgan. Va ana shu qo'llanmalardan biz o'zimiz o'qimoqchi bo'lgan sinf kitobini qo'llanmasini ochamiz. Ya'ni 6-sinf. 6-sinfda juda ham ko'plab darslar bor va biz u darslarni hammasini ham joylasak, qolgan darslarni joylashlikka unchalik ulgurmayapmiz. Chunki 6-sinf kitobi yangilanib ketdi. Eski 6-sinf kitobni qo'llanmalarini ushbu saytdan topishingiz mumkin. 12-mavzuga yetib kelgandik. Dars joylashlik bo'yicha 12-mavzuni mana shu holatda slayd holatida saytda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kurtak bu boshlang'ich poya. Va kurtak o'zi nima deyiladigan bo'lsa, o'simliklarning boshlang'ich poyasi, undan kelajakda yangi shoxlar hosil bo'lishi mumkin yoki yangi gul hosil bo'lishi mumkin. Agarda shox hosil qilsa vegetativ, agar gul hosil qilsa generativ kurtakka bo'linadi. Kurtaklar endi joylashuviga ko'ra nechaga bo'linadi desa, bu tomonda rasmimizda berilgan yon kurtak bo'lishi mumkin, uchki kurtak bo'lishi mumkin. Bularni ham vizual tarzda osonlashtirilgan holatda yozib ketganmiz. Hop, keyingisi yirikligi bo'yicha kurtaklar nechaga bo'linadi deyilsa, 2 ga bo'linadi. Hajmi katta bo'lgan yirik kurtaklar va hajmi kichikroq bo'lgan mayda kurtaklar. Hajmi katta bo'lgan kurtaklarimiz terak, chinor, soxta kashtan hamda nastarinlarda kurtaklari yirik. Mayda kurtaklar esa tut, tol, qayrag'och, o'rik, olma kabi o'simliklarda kurtaklari mayda hisoblanadi. Endi kurtak novda hosil qiladi dedik yoki gul hosil qiladik. Aynan novda yoki gul hosil qilgungacha bo'lgan payt, ya'ni kurtak bunday ochiladi-yu, ana shu ochilishigacha bo'lgan davr faza deyiladi. Va u fazani qoidasi ushbu pastda berilgan. Mana shu holatda biz mavzularni o'rganib olishimiz, o'zimizga kerakli joylarni o'qib olishimiz mumkin. Agarda bizni mavzularimizni o'qituvchilar tomosha qilayotgan bo'lsa, o'zlaringizlarda maktabingizlarda bemalol foydalanishingiz mumkin. Albatta, foydamiz tegganidan xursandmiz. Darsimiz shulardan iborat edi. Alloh o'rganganimizni manfaatli qilsin va ziyoda qilsin. Xayr.